assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. Bugun yana sizlar bilan pozitiv daqiqalar ko'rsatuvi. Hayron bo'lmanglar, bugun Ziyodan o'rniga bizni akamiz Faxriyor aka keldilar. Hozir ketadilar. O'zim davom ettiraman deyman. Men ham o'zim ushlab gapiraman. Assalomu alaykum pozitiv daqiqalarni ashaddiy muxlislari. Mana yana haftaning shanba oqshomida siz bilgan pozitiv daqiqalar. Endi bu yog'iga o'zi mittida uni yiqitdi deganlardek Ruxshonaxon bilan birgalikda ushbu dasturni olib boramiz. Biz ayni daqiqada Farg'ona viloyatimizdagi eng shovqin maktablaridan biri san'at maktabida. Biz bezga shovqin demayapman, chunki san'at maktabida o'zlaring ham bilasizlar, tinchxonani o'zi yo'q. Hamma joyda shovqin, dora joygan, rubob joygan, to'g'rimi? To'g'ri. Oldin kirganmisiz? Yo'q. Kirmaganmisiz? Hozir kirib yurmang. Nimaga? Siz shatda turib turmay shuna kirib chiqaman. Mayli. Omadlarga. Bo'pti, demak biz boshladik azizlar. Ketdik. Bahoriy kayfiyat qanaqa? Yaxshi kayfiyatim, Xudoga shukr. Qaysi sport turini yoqtirasiz? Futbol. Futbol. Xo'p, durang bo'ladi-yu, qanaqa rangda bo'ladi? Siz ko'yligingiz rangidaqa bo'ladi. Ko'ylak rangi qanaqa? Oq. Xo'p, yaxshi. Bu yerda o'qiysiz? Qanaqasi o'qiyman, o'qituvchiman, просто milliy kiyim kiydim xolos. Ko'rinishingizdan yosh ekansiz, shunga sizni o'quvchi deb o'ylabman. O'g'irlik qilganmisiz hech mana? Yo'q. Qanaqasiga? Qizlarning yuragini ham o'g'irlamaganmisiz? Yo'q, bermaganman ham hattoki. Bahoriy kayfiyat qanaqa? Abi cho'tki. Yaxshi, kayfiyatlaringiz. Bugun kim ko'tardi kayfiyatingizni? Hamisha xotinim ko'tarib chiqaradi ko'chaga. Ayolingiz. Oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz? Unda aytaman. Tark qildingiz. Tasdiqqa bosh qo'yishingiz bilan yaxshi ko'raman deysiz. Saharda keyin yana peshonasini o'pib ketyapman deyman. Baxtli ayol ekanlar. Ha, cho'tki ayol. 8-martga nima podarka qildingiz? Bo'yniga tros. Eng katta sovg'ani qilibsiz-da. O'g'irlik qilganmisiz? Manmi? Yoshligimdami? Yo'q, odam o'ldirganman. O'g'irlik qilmaganman. Erkak kishi, ayol kishimida o'ldirgan odamingiz? Erkak odamlar o'ldiraman. Nima qilganida ular sizga? Endi armiyada bo'ladi unaqa narsalar. Azizlar aytib o'tganimizda juda ham to'palaymayapti. Bu mana kirib boryapmiz, shovqin hozir ko'rasizlar. Qanaqa jarayonda o'tirishibdi. Assalomu alaykum. Dursiya, aylan belingni ko'rsin. Hormelar, yaxshimisizlar? Hozir qaysi musiqa bo'ldi? Bizda hozir folklor, qo'shiqchilik darsi. Hozir Kayfiyatlar yaxshimi? yaxshi. Nima bu hayajonlanyapsiz? Bemalol. Qaramang. Bizdan zo'ra qarayapsiz sizga. 8-marta nima sovg'a oldik? Pul oldik. O'quvchilardan emas, turmush o'rtog'ingizdan. Turmush o'rtog'imdan pul oldim-da. Siz nima berasiz 14-yanvarda? Qimmat soat. Kutilmagan holatda tasodifan bostirib kiramiz. Qani dars jarayonlar qanday bo'lyapti? Bu bizga ham qiziq. Qizlar kayfiyatlar yaxshimi? Ismingiz kim? Dilnavoz. Dilnavoz nechanchi kurs? 1-kurs. 1-kurs. Tinchlikmi nima o'zi kulyapsiz? Tinchlik? Yo, men ushlasangiz qittag'ingiz bormi? Yo'q. 8-martga nima sovg'a oldingiz? Uzik. Oo, kimdan? Ayamdan. Ha, ayangizdanmi? Yigitlardanchi? Yo'q, eshitmadim. Sizga fasllardan qaysi biri yoqadi? Bahor. Bahor. Tasavvur qiling. Yerdan $10,000 pul topib oldingiz. Nima qilardingiz? Ota-onamni hojiga borardim. Bitta tez aytishayapman, shuni aytib berasiz. Nimaga? Yo'qmaydi. Nima yoqmaydi? Shu tez aytishlar. Men sizga yoqadiganini aytaman. Yo'qmasa-chi? Yoqadi, yoqmasa o'zgartiramiz. Rayon yarim rayon. Rayon yarim yaron. Kelamas. Aytmayman. Yana bitta, bo'pti. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yashasin Sasha. Yasasin Sasha. Yasasin emas, yashasin. Sasha. Yasasin Sasha. Kim ko'tardi kayfiyatni? O'zim. O'zingizmi? Xoningiz ochmi? Yo'q. Ha? Yo'qmi? Nima xijolat bo'lyapsiz? Yo'q, chilmayman. Qayoq o'ynaymizmi? Tayyormisiz? Tayyor. Boshladik. Nima o'zingiz kulaverasiz? Kulganim yo'q. Voy, yo'q-ku deb qo'ydingiz. Ismingiz? Dilnavoz. По-узбекски можно? По-узбекскому я не знаю. А я русский не знаю. Ismingiz? Zahraxon. Zahraxon, tayyormisiz? Nimaga tayyorsiz o'zi? Bilmadim, savollaringga. Savollarga. Siz qaysi faslda yoqtirasiz? Yoz. Yoz, siz ham yozda tug'ilganmisiz? Faqat o'zing tug'ilgan oyda yaxshi ko'rasizlarmi? Yo'q, o'zi yoz yaxshi faslda. Siz qayerliksiz? Bag'dodlik. Nima toshkentcha gapiryapsiz? De qilib toshkentcha gapiryapsiz. Yo'q. Bunaqa deyapsiz. Toshkentga ko'p borasiz? Ha, boraman. Toshkentda tug'ilmaganmisiz? Toshkent tug'ilmagan, shu yerda tug'ilib keyin ketganman. Allanay Radonda tug'ilgan. Bitta tez aytish. Pochtachi ishdan bo'shasachi.
Pochtasi Pochtasi emas, pochtachi ishdan bo'shasachi. pochtachi ishdan bo'shasachi. Pochtachi ishdan bo'shas. Bu sekin aytish emas, tez aytish. Rahmat, sog' bo'ling. Qayda boshlachi? Assalomu alaykum. Oho. Cholishni bilasizmi? Ha, bilmaysizmi? Chol bering. Bir bahor bo'lganda beqaror edi, dilga ish qurganda beg'ubor edi, bir go'zal kulganda betakror edi, bu olis 18 yoshimda edi. Ey, bu olis 18 yoshimda edi. Ko'ylagi oq edi, beg'ubor edi, meni maftun etgan bir ifor edi. 17 yosh qizning hidi bor edi, bu olis 18 yoshimda edi. Kuyganmisiz? Bu qizdan. Shunaqa emotsiyaga berilib aytdingiz. Ha, tashlab ketishgan ekan. Dard bor hammasida bular. Hammalarida bor. Shuning uchun shu qo'shiqni kuyladinglar. Azizlar, dars bo'layotgan jarayonni qaranglar. Qayerda dars qilyapti? Hozir ko'ringlar, juda ham qiziq bo'ldi menga. Yaxshimisiz? Bu nima sizga sinfxona yetmadimi? Yo'q, sinfxona bor. Nimaga bu yurish yo'lagida cholyapsiz? Voy, zaimatsa qilyapti deydi darsdan tashqari hozir. Boshqa joy yo'qmi? Yo'q, bor, xonalar bor. Xonada ham odam bor-da. O'tgan ketgan o'zingizni ko'rsatib. Yo'q, unaqa emas. Doimiy shu yerda cholasizmi? Yo'q, xonalar bor, xonalar. Birinchi marta shu yerda cholish? Ha, birinchisi. Uni qaranglar yana, mana qog'ozlarda mana oynaga yopishtirib qo'yishibdi. Ajoyib holat. Eng yaqin dugonangiz kim? Sabina, bugun tug'ilgan kuni. Bugun tug'ilgan kunimi? Tabriklab qo'ying mana. Tabriklayman-da. Bo'ldimi? Juda ham uzun bo'ldi tili. Bir musiqa chalib bering bizga. Yo'q, bir jichcha chalib bering bo'ldi. Ketamiz keyin. Bo'lmasa tinch qo'ying, men savoliga tutaveramiz. Qachonki chalib bersangiz keyin ketamiz. Nima chalib bering? Farqi yo'q, o'zingiz bilganingiz. Xo'p. Agar konsertga olinsam, shu asar chalmoqchi edim. Gap bo'lishi mumkin emas, qolmaza qildim. U Robinson Crusoe emasmidi? Yo'q. Ha, menga o'xshab ketdi. Karlbon. Kim chalib beradi mana? Chalib berishsa? Kim? Voy, adashim ekan. Mana ham ismi Ruxshona. Yetadi. Fahriyor aka kelsa ham o'rgatasizmi mana? O'rganasizmi Fahriyor aka? Ikki donasi ekan, cholish narsa emas, bilaman men buni cholishni. Siz bilasizmi o'zi? Bilmayman-da, shunday. Bitta ushatib qo'ying qo'liga. Qanaqa ushashni ham bilasizmi o'zi? Qani ushangchi? Qani? Ha. Voy, urvoradi hozir. Ha, u ham Ruxshona, siz ham Ruxshona. Qani, navbatdagi Ruxshonaxondan navbatdagi kuy. Marhamat. Cholishni bilmayman-ku. Hech yo'q, siz aytgan men qilib qo'lingizda yurib turing. Yaxshimisiz? Bormi ora deydi-yu. Yaxshimisiz kayfiyatlar? Bormi pul? Kayfiyatlar zo'r, ko'z tegmasin. Xudoga shukr, rahmat. Dars boshlandimi? Imtihon boshlandi. Ha, imtihon o'zi olyapsiz? Yo'q, ko'pchiliklashib. Ko'pchiliklar. Ha. Qaysi yo'nalish bo'yicha? Shu an'anaviy cholg'u bo'yicha imtihon olyapmiz. Siz qaysi yo'nalish bo'yicha dars berasiz? Men an'anaviy cholg'u yo'nalishi bo'yicha doira mutaxassisligidan dars beraman. Demak, doira cholasiz. To'ylarga ham chiqasiz? Endi pul berishsa chiqaman. Hech kim bepulga chiqmaydi-yu. Eng hali zarbasi chiroylisi o'quvchingiz kim? Shu paytgacha chiqarganlar ichida men hozir o'qiyotganlar. Hozirgi daqiqalar. Hozirgi daqiqalarda Hoji Akbar.
Hoji akbar, bir mashhur shogirdlaringizdan bormi hozir? Katta bir taniqli san'atkorlar bilan birga yurgan. Yo'q, biz ustozlarimiz mashhur. Bu maktabda eng yaqin domla borku, do'stlaringizdan bormi? Ha. Ilhomjon. Ilhomjon. Tasavvur qiling, Ilhomjon ikkalalang samolyotdan parashyutdan tashladilar o'zlarini. Sizda ham bitta o'zingizda taqilgan parashyut bor, ham qo'lingizda bitta bor. Ilhomjondan nima qilasiz, berarmidingiz? Yo'q, bermayman, zo'rg'a chiqqanmiz o'zi. Yana bitta shovqin xonaga kiryapti. Gap yo'q. Qo'llar achishib ketmadimi? Bizga o'rganib ketganmiz-da. O'rganib ketgan, qo'llariga bir narsalar o'rab olib urishardi. Yorilib ketish natijasida ular qo'lda. Hali ko'pchilik shapalaq qatiqlar bilan hazillashib bo'lmaydi deyishadi. Bitta urganda beti chuqurcha qilib deyishadi. Hech kim urib yormaganmiz. Ha, yo'q. Urushmaysizmi o'zi? Qancha o'rganib yo'q endi. Qayerlisiz? Quvalayman. Quvadan. Yotoqxonada turasiz. Yotoqxonada turamiz. Do'stlar bilan birgalikda. Necha kishi turasizlar yotoqxonada? Hozircha 3 kishi turamiz. Kechki ovqat kim tayyorlaydi? Kechki ovqatni oshpaz. Oshpaz nima? Ha, boyagansizlar-da. Ismingiz? Javohir. Javohir, sal yaqinroq keling. Men sizdan qarzim yo'qmi? Yo'q. Namcha qochasiz bo'lmasam. Bo'yingiz baland ekan, necha bo'yingiz? 1.80. Bo'yni qaranglar. Ruxshonaxon keling, bo'y bastingizga mos yigitimiz bor ekan, intervyu olsangiz. Men mana. Dudrayapman. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Nimaga kulyapsiz endi? Bo'ylari baland bo'lsa, meni bo'yim past bo'lsa. Bo'yningiz og'rimayaptimi? Qarab tepaga. O'zingiz kichik. Yo'q, yaxshi ekan, qaranglar, yonma-yon turinglar-da. Qayerlisiz? Marg'ilonda o'zidan. O'zi marg'ilonliklar juda ham bir san'atkash nonda bo'ladi, gapga usta bo'ladi deyishadi. Nima siz jim turibsiz? Endi bosibroqman, tamam. Savdo sotoqda bormisiz? Ha, bozorga chiqib turamiz. Kiyim-kechak? Ha, gapiring, nima boshingizni qimlatda? Rosa hayoq o'ynaydigan ekansiz. O'ynaman. O'ynaysizmi? Tayyormisiz? Boshladik. Birortasi bilan urushdingizmi? Urushganim. Voy, urushganimni yotib qo'ysiz. Salomat bo'ling. Birorta kinoda o'ynamaganmisiz? Yo'q. Rosa aktyorlarga o'xshar ekansiz-da. Uch og'ani botiradigan multfilmni ko'rganmisiz? Ha. Rosa qiziq multfilmi. O'shandan qaysi biriga o'xshatasiz o'zingizni? Bularni ham o'xshating, bularni. O'xshating. Men qaysi multfilm qahramoniga o'xshayman? Mana. Yo'li qirchaqlar bor edi, shunga o'xshating. Ha, o'zicha ala kampirda eshagi bo'ladi. Ismingiz? Javohir. Qayerlisiz? Farg'onali. Farg'onani o'zidan, siz dora chalishdan tashqari ham nima ish bilan shug'ullanasiz? Shu dora chalamiz. Boshqa qiladigan ishim yo'q. Ish qilib bozorlarga cholmaysiz. Ustoz yaxshimisiz? Kayfiyatlar? Yaxshi. Qiynalmayapsizmi? Yo'q. Shu sinfingizda eng to'polonchisi kim mana shu ishlarida? Bular ichida to'polonchisi yo'q, chunki bular raqs bo'limi eng yaxshi bo'lim hisoblanadi. Shu qo'lini ko'taryapti, eng to'polonchi kim? Kim o'sha oxirida o'tiribdi? Keling. Kelingchi baqa. To'polonchi emas lekin. Kelasiz. Ismingiz kim? Charos. Charos. Dugonalaringiz erkaklar nima deyishadi? Charli deysan. Charli deyishadi. Qayerlisiz? Marg'ilon. Marg'ilon. O'zi marg'ilonlar gapga usta bo'ladi deyishadi. Mana isboti. Eng sho'xi kim desam qo'lingizni ko'tarib shunaqami? Yo'q. Ha, u qo'lingizni ko'tardingiz, eng sho'xi kim desam men dedingiz. Yo'q, unaqa demadi. Qo'lingizni ko'tardingizmi? Yo'q. Nimaga ko'tardingiz qo'lingizni? Qo'limni ko'tarmadi. Sinfingizda eng to'polonchisi kim mana shu ishlarida? Siz shunaqa ko'rdingiz shekilli. Siz ham ko'rdingizmi qo'lni ko'targanni? O'tirmadilar, tikka turdilar. Kim sho'x dedim, naql qarab turdilar. Tez aytib ko'rasizmi? Tez aytadigan bo'lsangiz, Sherzod serjantni 5 marotaba tezlik bilan aytib beringchi. Sherzod serjant. Sherzod serjant. Serjant. Yo'q, aytolmayman. Yashasin Sasha. Yashasin Shasha. Shashani kasha qordingiz. Necha yildan beri dars berasiz? 10 yildan beri. 10 yildan beri. Raqs bo'yicha? Yo'q, huquq bo'yicha. Huquqdanmi? Bo'lmasa siz bilan sal jiddiyroq turib gapirish kerak ekan, ha? O'zi hayotda qanaqa? Xushchaqchaqmisiz yo jiddiy? Qanaqaman bolalar? Ish qilib yolg'onni Xudo kechirsin deb gapirdilarmi? Avvalo Ulug'bek sizga katta rahmat. Bizga vaqtingizni ajratib, har bir sinfxonalarga o'zini vaqtini ajratib olib yuribdi. Yoshlarda, o'quvchilarda iqtidorini ko'rdik qanaqa. Endi bularga ta'lim berayotgan ustozlarning iqtidori qay darajada? Shunga bir o'zingiz hali so'z bato'yin bilan o'zi qaysi yo'nalish? Men an'anaviy sozanda ta'mir yo'nalishi bo'yicha dars beraman. Faqat ta'mir cholasiz. Yo'q, qilmagan ishim yo'q. Qilmagan ish, o'sha qilmagan ishlaringizdan bir ikkitasini qilib berasiz. Bo'ldi. Hozir qaysi kuyni chalib bermoqchisiz? Qo'shiqda aytib bermoqchisiz? To'ylarni borada aytib berasizmi? Yo'q. Onam degan qo'shiq bor. Shu eshitib qolganmiz. Shu qo'shiqni men dilimga tushib qolgan, shu qo'shiqda aytib bermoqchiman. O'zi ustozingiz kim san'atda?
Ustozlarim juda ko'p. Birinchi ustozingiz. Birinchi ustozim Komiljon Hoshimov. Undan keyingisi Orol Mirzo Safarov. Orol Mirzo Safarov, ha, O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan artist. Xalq artisti. Xalq artisti. Onam ekkan gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Onam ekkan gul rayhon so'lmaydi deb o'ylabman. Ota onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota onam hech qachon o'lmaydi deb o'ylabman. Ota ona ulug' zot yerda oyda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa tosh haykaldan foyda yo'q. Ota ona ulug' zot yerda oyda ko'kda yo'q. Bu dunyodan o'tar bo'lsa tosh haykaldan foyda yo'q. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas Ulug'bek. Endi hozirgi hayotda kimnidir otasi bor, kimnidir otasi yo'q. Shu ota-onasi borlar juda ham bir katta baxtda. O'shalarga nima degan bo'larsiz? Ota-onasi borlar hozir vaqtida bularning qadriga yetaylik. Mani hali ota-onam bor. Kimdadir yo'q-da endi shular. Men o'ylayman, har doim shu duolarini olib yurish hammaga nasib qilsin, ilohim. Ruxshon, siz ham chiqing. Hada men gapiraveraman, siz ham gapiring, jog'im og'rib ketdi. Albatta, bularchi menga nima qilyaptilar? Olib bo'lganlaridan keyin men Ruxshon deyaptilar-da. Odamga kelgandan keyin yana qo'limni shunday olib o'zlari gapirib ketyaptilar. Qayerga qarayapsizlar sizlar operatorlari? Ruxshon ham osib bermayman. Assalomu alaykum. Birinchi choliq qushi muzikasini chalib bersinlar. Ha, men bilasizmi, maylimi? San'at vakillariga shuncha aytib bering deyilmaydimda, qistirsangiz keyin aytadi-da. Shoyi ro'mol yarashadi boshingizga. O'sma qo'ysangiz xonim yomon bo'lar jonim qoshingizga. Shoyi ro'mol yarashadi boshingizga. O'sma qo'ysangiz xonim yomon bo'lar jonim qoshingizga. O'sma qo'ysangiz xonim yomon bo'lar jonim qoshingizga. Ajoyib. Kim endi u qiz, shoir ro'molli qiz? Yo'q, unaqasi yo'q. Kimgadir atab aytmadingizmi? Dadam shu ishlarni yaxshi ko'rishim. Dadangizlar yaxshi ko'radilar. Hayotlar. Oxirgi marta qachon yaxshi ko'rishingizni aytdingiz dadangizlarga? Umrimda aytmaganman. Hozir qo'ng'iroq qilib aytamizmi? Yo'q, hozir ishdalar, tez o'taman. Onangizlargachi mana. Allo, assalomu alaykum aya. Alaykum assalom. Xo'p. Aya, men sizni yaxshi ko'raman. Rahmat sizga kattaga shuncha yedirib-ichirib, shuncha birovdan kam qilmayapsiz. Sizga katta rahmat aya. Men sizni yaxshi ko'raman. Qaysi daftardan o'qidingiz? Yo'q, o'zim shunchaki aytgim keldi shuning uchun. Yaxshi, rahmat. Xo'p, mayli aya. Ha, gapiravur. Pul kerakmi? Yo'q, pulim bor. Ertaga ham so'ramaysanmi? Yo'q, ertaga so'ramayman. Xo'p. Ko'p pul so'raysiz shekilli. Bir haftada bir marta. Qancha tashlab beradilar ko'pi bilan? Bizcha ko'p ishlatmaymiz, 200 ming haftasiga. Bir chetda o'zingizni tortib turibsiz, yaxshimisiz? Kayfiyatlar? Yaxshi, a'lo darajada. Ismingiz? Mohigul. Mayli, sizga o'zingiz biladigan bitta savol bermoqchiman. Kirib kelganimizda hamma gitara cholib o'tiradi, siz qilayotgansiz, ovozingiz chiqmaydi. O'sha paytda nima deb so'kayotgan bola? Yo'q, dirjolik qilayotganim. Dijorda gapirmasdan, og'zini qilmasa, artikulatsiya deydimi, nima? Artikulatsiya orqali ular chum olishadi. Qo'shig'im aytasizmi? Aytaman, lekin og'iz tomog'im og'riyapti. Boricha bir ikki xato. Ustoz aytib bersinlar. Yaxshimisiz? Kayfiyatlar nima bir chekida turibsiz? Endi orqadan kuzatib turibmiz hozir. Qarzingiz bormi deyman? Yo'q. Qarz yo'q. Kayfiyatni ko'taring. Sizni bitta aytib bersin deysiz. Qaysi qo'shiqni aytib berasiz? Ana retro qo'shiqlarni aytib beraveramiz. Voy, retro, marhamat. Retro qo'shiqlarni eshitamiz. Bosh yuvay deb Majnun tol bir kun chiqqan emish buloq bo'yiga, ketolmayin qopti uyiga,
ketolmayin qopti uyiga Majnun tol Majnun tol Majnun tol Majnun tol Uylanganmisiz? Ha, uylanganman. Farzandlardan nechta? Ikkita. Ikkitami? Kenjasi hali tug'ilgani yo'q. Kenjasi hali tug'ilgan yo'q. Bu tug'ilgandan keyin ham hali tug'ilmagan bo'ladi. Turmush o'rtog'i sizni ko'rib turgansa nima degan bo'ladi? Ay, parim vaqtida yuvdim, ha. Yo'q, vaqti bo'ladi. Yaxshi ko'rishimni, sevishimni aytaman. Aytib turasizmi o'ziga? Ha, aytaman. Qoyil gap bo'lishi mumkin emas. Ishlanga omad. Rahmat, charchadim. Sog' bo'linglar. Barzaga borasizlar-a? Mana bor. Uzr. Chalg'itmanglar meni deyman. Assalomu alaykum. Assalom. Ayog'im. Nima haqida suhbat quryapsizlar? Shu o'qish haqida. O'qish haqida yo'lda o'rtasida turib olib, bularni nima bilan chalg'ityapti? Bitirib ketgan o'quvchilarimiz. Bular bitirib ketishgan. Bitirib ketgan, ustozlarini o'qish joylarini ko'rgan kelishgan. Sizlar xabar olgan. Xabar olgan. Bu to'ralar siz o'quvchingiz. Ha, to'ralar. 14-yanvarda kelishdimi? Bular har safar. Qizlar o'zidan so'raymiz hozir. 14-yanvarda keldilarmi xabar olgan domlalar? Faqat shunda Shu bayram kuni qochasizlar, boshqa kuni kelasiz. Yo'q. Nimaga bayramda kelib tabriklamadinglar? doim kelamiz tabriklagan, faqat shu 14-yanvarda kelmadik. Imtihonlarimizga to'g'ri kelib Ha, Hozir bitirib universitetga topshirgan. o'qiyman. Hammalar kirgansiz? Hammalar ham bitta kursdasiz. Bitta guruhda. Bitta Bitta guruhda. Oqibat zo'r ekan. Endi 4 aka-uka topinglar. Ajralmaysizlar-da, ularni oxirigacha 4 aka-uka bilan o'zim bo'lib yurasizlar. Urushib turmaysizlarmi? Yo'q. Ishlaringni eng jiraksisi kim? Gulsorami? Guliza, Guliza. Sizmi eng jiraksisi? Tezda xafa bo'lib qoladigani kim? Guliza. Hamma yo'qqa aybdor Guliza ekanda. Kelinchi cholishni bilasizmi? Qani cholinchi. Chalishni bilmayman-ku. Nimalar chiqaringchi? Hozir Ruxshona hayratda bular nima qilishyapti ekan? San'at sohasini tushunmaysiz, to'g'rimi? Shuning uchun sizga bular nima qilyapti? Noma'lummi? Aktyorlarga oson emas, shunaqa mahorat darslari o'tiriladi. Buni tushungan tushunadi, tushunmagan bular nima qilishyapti ekan deb Ruxshonaga o'xshab. Og'zini ochib qarab turaveradi, to'ppa-to'g'ri. O, yigitlar kechirasizlar. Qani sizlar bilan tez aytish bo'yicha bellashamiz. Bo'ldi, bellashamiz. Qani, qaysi tez aytish? Aytinglar. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. To'g'ri ketdimi? Yo'q. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Yo'q. Men siz bilan mashmashalashmoqchiman. Mashmashalashsangiz ham mashmashalashaman. Mashmashalashmasangiz ham mashmashalashaman. Bo'pti. Osmonda ikkita dumi kalta kalkal xat. Biri oq dumli kalta kalkal xat, biri ko'k dumli kalta kalkal xat. Oq dumli kalta kalkal xat ko'k dumli kalta kalkal xatga xalaq qiladimi? Ko'k dumli kalta kalkal xat oq dumli kalta kalkal xatga xalaq qiladimi? Aytinglar. Yo'q. Osmonda to'rtta katta kalkal xat, oq dumli katta kalkal xat, qora dumli katta kalkal xatga xat berdimi? Qora dumli katta kalkal xat, oq dumli katta kalkal xatga xat berdimi? Yana qanaqa tez aytishlar? Hayo o'ynaymizmi? Yo'q. Ismingiz kim? Biloldi. Kim? Biloldi. Biloldan qayerdan? Qo'soy. Qo'soydanmisiz? Qayerdan Qo'soy? Qo'soyda Mirzalar. Mirzalardan. Men taniysiz? Taniyman aka. Qo'soylimanmi? Ha, deng. Ha, deb qo'ydingiz. Majnun to'g'risini aytsam, Ruxshona opam Faxriyor akam bu ko'rsatuvda eplasholmayapti-da. O'zimiz olib boraylikmi? Nima qilamiz? Shuning bilan bugungi ko'rsatuvimizga ajratilgan vaqt ham o'z nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun tashakkur. Mikrofonni men olaman. Hammalangga olmada men ketdimi? Unday qilmaymiz-da, mana qaranglar. Faxriyor akani chopamiz, bu bolani olamiz.
to'ppa-to'g'ri Ruxshonani chopamiz, bu qizni olamiz. Men bilan boshlovchi bo'lishga rozimisiz? Roziman. Kommentariyada fikrlarini yozib qoldirasizlar, ijtimoiy tarmoqimizga a'zo bo'lib, agar menga shu qiz munosib bo'lsa boshlovchilikka belgilab qo'yasizlar. Ismingiz kim? Nodirbek. Sizniki? Marjona. Ha, Marjonaxon Faxriyor aka deb yozasizlar, yo bo'lmasam Nodirbek Ruxshona deb yozib ketishlari mumkin bo'ladi. Sizlarga hozircha rahmat, sog' bo'linglar. Men xayrlashing. O'zi bugun birinchi marta shu qiz bilan chiqishim, birinchi kunda o'zida ham mana shu yetimga keldim. Xafa qilish bo'yicha chempionman. Keyingi ko'rsatuvda ko'rishguncha sizlar o'zlaringizni ehtiyot qilishga majbursizlar. Pozitiv daqiqalar, har bir daqiqada siz ro'parangizdan chiqib qolishimiz mumkin, shuning uchun tayyor turing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Gold.uz telekanalini kuzatishda davom etinglar. Albatta.